O'zbekistondagi eng vijdonli va adolatli sudyaning videosi keng tarqaldi va bu ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Siz yig'lasangiz, bizni ishimizni ko'rishimizga xalaqit berishingiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar yig'lamaslikka harakat qilib, faqat savollarimizga aniq javob bering. Bolamdan boshqa bolam yo'qda sudyaga. Aynan ketdilardan yordam bering. Yordam bering. Ikkinchi bunaqa hech qilmaysiz. Hozir sizga aytamiz, savollarimiz bor. Savollaringizga javob berib oling. Ha? O'zingizni qo'lga oling. Sizni kimligingizni bilib olaylik birinchi. Xalaqit berib qolasiz ishingizga. Shuning uchun iloji boricha sud ham sizni tushunadi. Imkon qadar savollarga aniq javob bersangiz bo'ladi. Alloh razı olsun. Yaxshi. Ash suvdan ichib oling, ko'plab oling. Bu topama shularni ham endi jalb qilaman, xudo xolasa halol yo'lda ishlashadi. Pensiya olasizmi? Pensiyaga chiqqanman yo'q sudyajon. Chiqqaningiz yo'q hali. Yaxshi. Aynan sudlanuvchi sizni o'g'lingizmi? O'z xohishingiz bilan ko'rsatib berishga rozimisiz? Jinoyat qonunchiligida, Jinoyat protsessual kodeksida aynan o'z xohish bilan yaqin qarindoshi ko'rsatib berishga rozi bo'lsagina sud so'roq qilishi mumkin. Shu talabga siz rozimisiz? Rozi bo'lsangiz, keyin ko'rsatib berishga rozi. Madikorlikka chiqadi. Madikorlikka chiqib, men 3 yil Rossiyada ishlab keldim. Kelib sinasini chiqardi, otasi vafot etdi, uni chiqardi, aka-ukalar yordamida. Undan keyin juda qiynalib qolib, o qiz oilasi eri o'tib qolib, bizga kuyov bolamiz to'kira bo'lib qoldi. Ota-onalar olib kelib meni uyimga tashlab ketdi sudyajon. Homiladorlik holida olib kelishdi. Men akasi bilan men bu qizni dunyoga keltirdim farzandini. U bola hozir bog'chada. Kelolmadi, kichkina go'dak 3 yashar endi. Shu halol yo'l bilan ishlab yurdi. Fevral, yanvar oylarida 2 oylik, 3 oylik yana ijara uyga kirdik. Shu yerda shu voqealar bo'ldi. Qiynalib, nochor bo'lib, bu bolasiga doktorga tushib qolib, o'zim tushib qoldim doktorga. Nochorlikdan shu ishni qilib qo'ydi-da sudyajon. Kechiringlar, sudya. Nima ish qilib qo'yibdi, bildingizmi? Nima ish qilganini eshitdingizmi? O'g'lim. Savolingiz yo'qmi? Taklifi bormi? Aynan. Sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish ta'ziri ehtiyot chorasi bekor qilinib, sud zalidan darhol qamoqdan ozod qilinsin.